Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Bedrock ismimni almashtirdim. Bugun sizlar bilan qishloq topamiz. Birinchi qishlog'imizni bittada aytaman hozir. Bilet nima bo'lib ketdi? Hozir bo'ladi. Bu zo'r qishloq, bu eng zo'ri mana shu krosli. Mana shu qishloqni mana bu qishloqda maza qilib yashasanglar ham bo'laveradi. Mana bu xuddi kompotni uyiga o'xshamaydimi? Kompotni bilasizlar? Kompotni uyi xuddi mana bu sandiqda narsalar bor ekan, olamiz. Ikkinchi qishloqqa o'tamiz. Ikkinchi qishloq hozir Mimi yozamiz. Mimi. Va bunda zo'r qishloq emas uncha ham. Mana shu qishloq. Bu zo'r qishloq, ammo bilasizlar. Va pastga tushaylik hozir. Zo'r qishloq. Uchinchisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 14 ta 1 yozasizlar. Bu yoqda 14 ta yozildimi o'zi? Hozir 14 ta hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ta bo'ldi. To'shini bo'lmaydigan bo'lsa mana bo'ldi. Va mana bu yoqda qishloqning kattasi chiqadi. Mana bu bitta qishloq do'stlarmi? Yana bor. Ko'rsatay do'stlar. Hozir yanasini ko'rsataman, qayerda edi bilay. Mana bitta birinchisi va ikkinchisi bu tomonda edimi? Hozir mana shu tomonda edi, hozir yo'q, bu tomonda yo'q. Xullas mana shu topa olsanglar menga yozib qo'yinglar. 4-chi qishloqqa o'tamiz. 4-chi qishloqda nima yozsam ekan? Men hozir yozaman. UZB deb yozasizlar, qishloq chiqadi. Mana qishloqni ko'rasizlar o'zinglar ham. Mana xuddi kompotni uyiga yana o'xshaydi. Mana chiqaydi tepaga hozir. Bu narsalarni bilay. Do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Sizlar bilan yana Bedrock bo'ldi. Bo'lmasa xayr amaga.